Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana shunday boqma buqa ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan Oybejon akamizni mol ferma akamiz. Bu yerda xudo sotiladigan mana shunday 9 bosh buqalarni yemga tayyorlangan bular haqida to'liq ma'lumot Oybejon akamizda o'zlaridan berishga harakat qilaman. Bugun 29-mart barchangizga kirib kelayotgan Hayit bayramingiz muborak bo'lsin deya biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Oybejon aka, so'msiz? Yaxshimi? Ha. Olib oldingizmi mallarni? Hop, 9 bosh ekan, rasa yemga tayyorladan ekan o'zi. Ha. Olib maza qilib boqishadi qani. Yemni pishqirtirib berib boqadigan ekan lekin. Hop. Mashinadan boshlayveramiz emasmi? Mashinadan bir boshqalardan boshlayveramiz. Hop, buni yoshliklari qanaqa aka buni? Buni ikkovi 1 yoshda o'tgan. Ikkovi 1 yoshda o'tgan. Bulari yoshroq hali. Ha, 1 yosh davrilar bu ikkovini 1 yosh plus minus ustida bo'lmaganmiz. Ustida bo'linmagan 1 yosh plus minus. Ustidagi ham rosa bu. Rosa boqadigan ekan lekin mana akalar. Oborib bitta beylab qo'yib ikkosini jup olib rosa boqadigan ekan lekin. Tavsiya qilaveramiz akalar. Mana shu ikkovini bitta videoga ikkovini bitta narx chiqaramiz. Ikkovi bitta narx bo'ladi. Mana akalar, kalla boshlari ham haqiqiy mana qarang, jonivor. Ammo rosa yem berib turgan payt ekanda, bo'shdan ham bo'sh. Narxini aytavering aka. Bo'ladigan qilib, yengil qilib. 17 emas, 16,5 dan kam bor dedim. 16,5 dan. 16,5 so'mdan kam bor. Tanlab olish bo'lsa-chi? Tanlab olsa telefon qilsa kelishtirib beraman. Kelishib beriladi. Tanlab olishga akalar telefon qilasiz. Misol uchun mana yoqda, mana yoq desangiz, uni kelishib olaverasiz. 16,5 dan ikkosi bir joyga. Ha, bir joyga 16,5 dan 33 million kami bor. Kami bor. Telefon qilishaveradi. Telefon qilishib, dastlabkasini nima qilamiz aka buni? Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Vodiy bo'ylab yetkazib berasiz. Qolgan joylarga kelishgan vaqtda yetkazib berasiz-a? Hop, yeb salomatni sinadingizmi? Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinab olishaveradi. O'tdi. Yaxshi edimi? Bergan narsasini yeyishyapti. Hop, bergan narsani yeyapti. Yana bir hafta sinovi bor. Xudo xohlasa ko'zga ko'rinmagan kasal yo'q-a? Yo'q, unaqasi yo'q. Xudo xohlasa yoldirib qo'ymaydi. Mana akalar, bu ham ulardan qolishmaydigan ekan lekin. Olasidan boqaman degan akalarimizga. Bu ham boshlangan bir xilda qolishadi. Oldi ketdi, oyog'i ham haqiqiy baquvvatdan ekan. Mana buni ko'ring. Buni ham pashtundan farqi yo'q ekan, bo'yda farqi bor ekan xolos. Ozgina farqi bor. Hop. Bu ham ikkosini bitta narx aytamizmi? Bu ikkovini ham bitta narx aytamiz. Bitta narx. Buni ham akalar bir ko'rib qo'yasizlar, lekin hop, bu ham shox kelta. Hop, oldi ketib bir xilmon ekan bu ham. Hop. Buni addinni bitta aytaylik. Buni ikkovini bitta aytamiz. Buni ikkovini bitta aytamiz. Bu ola addinni aytamiz, ha. O'n o'ziga 15,5 15,5 berishadi. Berishsin mayli. Telefon qilsin gap yo'q, kami bor, 15,5 ga kami bor. 15,5 ga kami bor. Biz endi so'rayman turib, lekin telefon qilsalar akalar, xudo xolasa ishingiz bitadi. 15,5 ni o'tib berasiz. O'tib beraman, telefon qilishaveradi. Yeb ichish buni ham sog'liq salomatlik bir haftasini olish. Bir haftasini olishaveradi. Xudo xolasa buni ham dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni yetkazib beriladi. 15,5. Hop, endi mana bu ikkovini bitta qo'yamiz. Bu ikkovi bitta bo'ladi. Juda jupaganda paraka ikkosi ham. Kalla boshlari ham bir xil. Bular ham hali yashiga yetmagan a? Yo'q, yashiga yetmagan bular. Rosa o'sharman narsa. Bu ham zo'r narsa, u ham bu ikkovi ham. Bir-biridan qolishmaydi. Qolishmas ekan lekin. Narx qanaqa bo'ladi aka? Bu ikkovini telefon qilsin 14,5 ga. 14,5 ga. 15 million demaydi. 15 million 14,5 ga. Endi 15 million kam bo'lsa 14,5. Menga qarang aka. Telefon qilishadi, o'tib berasiz, xayrni qilib berasiz lekin. O'tib berasiz. Ozgina o'tib berasiz. Endi buni yamonon tanlab olsa qancha bo'ladi? Plus. Tanlab olsa 14,5 ga narx yo'q, tanlab olsa. Tanlab olsa 14,5 ga, o'zgarmaydi. Aka, endi 14,5 deb o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Shu vaqtgacha hozir savdolashganim yo'q aka. Molni ham nurda zo'ri-da. Yo'q, zo'ri ko'rib turibman. Qolishmaydi, bir-biridan qolishmaydi, lekin o'tib bermasangiz ham bo'lmaydi-da aka. Bo'ldi, telefon qilsa o'tib beraman.
Telefon qilsa o'tib beraman. Telefon hozir o'tib bering aka, yengil qilib. Telefon qilsa boshqa o'tib berasiz. 14 million so'mdan olsin gapirdi. Tanlab olishga. Barakasini bersin, gap yo'q aka. 14 million so'mdan xohlang buni tanlab oling. 14 million so'mdan olsin mana. Jupaga ham tanlab olishga. Jupaga ham tanlab olishga. Qolishmaydi ha. Lekin haqiqatda ikkovi ham bir-biridan qolishmaydi. Buni ham bunisi balandmas. Ikkovi ham bir-biridan qolishmaydi. bir-biridan qolishmaydi. Hop. 14 million so'mdan olishaversin mana. 14,5 dedimmi? 14,5 dedi. 500 ming so'm minus oldu. Ha. Gap yo'q aka, lekin haqiqiy ikkovsini ham bitta odam boqib, beylab qo'yadigan bo'lsa, mazaq boqadigan ekan. Bo'ladigan narsa ikkovi ham. 14 million so'mga akalar aloqa chiqarsa, undan ham xudo xolasa yengil erniga berishadi. Endi ikkita nima deymiz buni? Hop, ikkita bir xili bor mana. Bir xil. Peshonasi oldidan. Mickey Mouse deydi, shunaqa. Lekin haqiqiy bular ham sifat ekan. Sizga har doim sifatli mollar keladi. Buni ham basharasini ko'ring, uni ham nurdi. Ikkovi ham Ikkovi ham bir xil. Aka-ukaga o'xshaydi. Aka-uka. Hasan. Hasan, buni bo'yida ozgina farqi bor ekan buni. Ozgina bo'yida farqi bor, lekin bu oyoqlari ham mana akalar bir xil, oq. kuchli narsa. Lekin haqiqiy kuchli narsalar ekan. Buni narxi qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, ikkovini bir joydami? Ikkovini bir joyda kelishtirib. Ikkovini bir joydan 14 milliondan telefon qilsin hayri bor. Bular ham 14 milliondan. Bu ham 14 milliondan hayri bor. Telefon 14 million so'mdan olsin. 14 million so'm ikkovini. Buni 14 milliondan kami bor. Ozgina kami bor. Akalar xotirjam aloqa chiqarsa, lekin mollar Tanlab olishga bo'lsa 14 million tanlab olishadi. tanlab olishga 14 million tanlab olishadi buni. Ha, mana ikkovi Ikkovi jupa olaman desa o'tib berasiz. 14 milliondan o'tib beraman. Gap yo'q, lekin haqiqiy mollar ham bular ham sifat ekan. Olib qo'ygan odam xudo xolasa ziyon qilmaydi. Buni ham ozgina yemini berib tursalar, xudo xolasa mana ularga yetib oladigan mollar ekan. Hop, tashqaridagi bor ekan bular ham. Tashqarida ham bor ikkita. Hop, narxi arzon qulaydan so'ragan akalarimizga mana. Bu bilan bu. Hop, bu ham hali yashiga juda yash. Lekin bo'limli narsa ekan bular ham. Ulardan o'sada qolgan paytiga kelgan rasa. Bu ham sorti bor narsa, yaxshi narsa. Oq quloq, oq tumchuq deganlaridan bu ham. Ko'rdim buni narxini 12,5 emas, 12 million so'mga olishamiz. 12 million so'm. 12 million so'mga olishamiz. Endi 12,5 kam bor emas. 12 million so'm bo'ladigan narx akalar. Buni ham telefon qilib, xudo xolasa ishni bitiramiz. Lekin narxi haqiqiy yengil bo'ldi. Bu ham ozgina yem berib tursalar, akalariga yetib oladigan variantda. Ha, yaxshi narsa bu. Haqiqiy. Uzun oyoq qo'llarim kelishgan oldiga bir xil ekan. Endi mana bu vaqtda. Xo'sh, juda sho'q ekan bu. Sho'mas bu ham yuvashab, cho'chiyapti odam. Ha, ozgina cho'chib turibdi. Hop, buni narxini 12 million emas, 11,5 million telefon qilsa o'tib beraman. 11 million. Kami bor? 11,5 kami bor. 11,5. Ha, 11,5 kam. 11,5 kami bor. Kami bor. Telefon so'rang, buni ham akalar savdo qilib ishni bitiraverasizlar. Lekin bu ham bo'limli narsa. 11,5 millionga kami bor. 11,5 ga kam bor. Yengil yendi yalatib tursalaring, xudo xolasa ulardan qolishmaydigan buqa bo'ladi. Manzilni eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i. Hop, xudo xolasa telefon qilib ishni bitirasiz. Ish bitadi xudo xolasa. Bemalol aloqa chiqarsa hammani chorvasiga Alloh taolo barakasini bersin.